Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Shuncha mashinalarimizni gaz qo'ygan olib qo'yganmiz. Hammasiga metan va propan o'rnatib bermoqdamiz. Hop. Cobalt mashinamizga metan, Gentraga propan, Laboga propan qo'yilyapti, Matizga propan, Havalga propan, Hyundaiga propan, Lexusga propan. Hammasiga chiroyli qilib propan o'rnatib beryapmiz. Hammasini qo'yiladigan narsalarni hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Hop. Lexus mashinamizga injektor, ADAX injektorlardan qo'yib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol visokoskоростной injektor. Reduktorni bu yoqqa joyladik. Reduktori Nordic reduktor. Bu yoqda Hyundai mashinamizga ham xuddi shunday. Miyasi 32 ga 24. Mana injektor, real injektor bo'ldi. Bunga ham Nordic reduktor. Mashinamizga ham xuddi shunday. Avans 32 ga 4 mana. Nordic Italia reduktor, real farsunka. Bularga oddiy 3-paketlardan qo'yilyapti. Bular gaz ballonlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu gaz ballon 60 bitalik qo'yiladi bunga. Bu Hyundai mashinamizga gaz ballonni uje mana joylashtirib qo'ygan shu mana tagiga. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Zabrajniki. Hop, Lexusga esa 60 bitalik propan. Bitalik propan orqasiga endi qo'yib joylab beramiz.